Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, birgalikda haram tomonga yo'l olamiz. Ko'pchilik ko'rganlar yana bir eslaydi, sog'inadi inshaalloh. Biz shu Jannatul Ma'vo tomondan kirib kelyapmiz. O'sha haram hududiga. O'ng qo'limizda mana Safo Marva oralig'ida o'sha say qilinadigan, ya'ni Safo Marva orasida yuguradigan joy, ibodat, umra ibodatlaridan biri. Safo Marva mana shu joyda joylashgan. Bilmaganlar uchun bilganlar yana qo'shimcha qilib qo'yaverasizlar. Xo'p. Odam siyrak ko'rganinadek, chunki haj mavsumiga tayyorgarlik sabab vizalar berishlar to'xtagan. Turist viza, umra vizalar mana shu hajdan keyin davom etar ekan. Qo'limizdan kelgancha ko'rsatamiz. Nimaga? Ya'ni ko'rsangiz ko'zlar quvonadigan duolar ijobatlik va har bir qilingan amal uchun 100 ming barobardan savob yoziladigan hududdamiz. Ya'ni Ka'ba atrofida, shu Ka'ba joylashgan Masjidul Harom hududidamiz. Bu hududda qattiq gapirish, o'simliklarga ozor yetkazish, jonivorlarga ozor yetkazish va ko'p ishlar taqiqlangan. Sababi bu yer bir muolaja maskan desak bo'ladi. Shu amallardan cheklanib keyin hayotingiz davomida ham mana shunaqangi ortiqcha kishilarga ozor berish, yomon ishlardan qaytishingizga qanaqadir bir turtki bo'ladi. Shu yerda davolanib ketamiz qalblarimiz. Xuftonni kutib o'tirishibdi. Xuftonga hali 1 soatdan ozgina oshiqroq vaqt bor. Mana bu joy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uylari deb aytishadi. Hozir kutubxonami qilib qo'yishgan. Ko'pchilik biladi buni. Yana ko'pchilik telefoni obus yo'qolib qolsa qayerdan topamiz, qayerga murojaat qilish kerak deyishadi. Men bilgan joyimni ko'rsatib qo'yay. Telefonlar yo'qolib qolsa yoki kichkina sumkachalaringiz yo'qolib qolsa, albatta topib olgan kishilar shu o'shadagi polisga berib qo'yadimi, boshqaga beradimi? Mana shu bu yerda omonat turadigan joylar bor, ya'ni topilmalar byurosi deysizmi? Shunaqa joylar bor. Hop. Mana shu joyga berib qo'yiladi. Agar adashmasam, o'sha joy shu yerda edi. Hop. Bu yerga yangi tahorat qiladigan joy qilishibdi. Suvda bemalol. Yana barzer shop deyishdi. U naroqda sartaroshxona ham qilinibdi. Ya'ni umra amalini bajarib bo'lganlarga shu yerda sartaroshxonasi bor. Hozir topolmayapman. Mana shu atrofda, mana shu joyda shu yo'qolgan buyumlarni topib beruvchi xona bor. Ichkarida qutilarga solib qo'yilgan, topilgan telefonu, kalitu, sumkacha, shunaqa narsalar. Ba'zi ryukzaklar ham bor. Bu yerda aravalar ham berilsa kerak. Hozir bilamiz nimalarni qo'yib qo'yishganini. Hop. Bu yerda mana aravalarni qani? Shu aravalar berishar ekan. Nimaga foydalanishgan.
Xo'p. Bu joyda topilmalar byurosi menimcha mana yopib qo'yishibdi hozir. Bilmadim nimaga yopib qo'yishgan. Ha, mana shu ijaraga beruvchi nogironlar arabasi va o'sha joy topilmalar byurosi bo'ladi mana. Shu tuynikka murojaat qilinadi. Ichkariga kir, ko'r, telefoning bo'lsa ol deydi. Olib ketilaveradi, topilib qolsa. Shunaqa joy. Kiradigan joyi nari yoqda. Ko'rdinglar? Oy, bismillah. Xo'p. Biladiganlar qo'shimcha ma'lumotlarni ostiga yozib qo'yishadi. Xo'p, umra amalini qilib chiqqandan keyin mana bu yerda ko'chma sartaroshxonalarni olib kelib qo'yishibdi. Xohlagan odam bu yerda sochini oldiradi. Mana ko'chma sartaroshxonalar. Bir martalik qo'lqoplar, bir martalik soch oladiganlar bilan mana o'zi yurar ekan. Bu Marva tepaligidan umra amalini bajarib chiqqaningizdan so'ng nari tomonda ham bor. Shunday qilib qo'yib qo'yishibdi. Yuraverdik. Ha, bu yoq to'sib qo'yishibdi. Hop, kecha ochiq edi. Mana Marvadan chiqaverish joyi. Ya'ni nimani tugatib, umra ibodatini tugatib, o'sha saydan keyin o'sha umra ibodatini shu yerda soch oldirish bilan tugatiladi. Ehromdan chiqish joyi. Endi bu yerlarni hozir menimcha bugun kecha ochiq edi, bugundan to'silibdi. Mana bu yerda ham nogironlar aravasi, stollar, yana boshqa narsalar ish qilib hajga tayyorgarlik boshlangan. Bilasizlar, buni yollagan odamni eson-omonlik bilan haj qildirib, yana vataniga ketishi uchun sharoit qilish ham bu oson ish emas. Millionlagan odam 100 ming, 200 ming emas, 5 million, 4 million, 5 milliongacha chiqadi shekilli, vallohu a'lam. Shunaqa. Endi qaytamiz, bu yeri to'sib qo'yilibdi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abdug'ani aka, barchalarimizni inshaalloh haqqimizga duodamiz. Biz ham, sizlar ham bizni haqqimizga duoda bo'linglar. Ba'zida duoda eslab qo'ying deysiz. O'zim xijolat qilib ketaman. Meni duoyim nega shunchalik o'tarmikin ey Robbim deb ba'zida nima ham qilib qo'yaman. Gunohlarimiz ko'p. Gunohlarimizdan pokiza bo'lishligi uchun shu joylarga kelinadi. Alloh taoloning va'dasi bor. Gunohlarni kechamiz umradan umragacha va o'sha yerda qilingan duolarni qabul bo'lishi aniq deb qilingan va'dalar bor. Shunga loyiq bandalardan bo'laylik. Allohim shunga loyiq qilsin. Meni ham haqqingga ko'p duo qilinglar. Bu videolarni ko'rsatishdan maqsad qanaqadir moddiy manfaatdorlik yo'q. Mana shu odamlarning ko'zlari quvonsa, shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashagan uylarini, manzilini, atrofini ko'rib ham salovat aytsa, shu salovatga sababchi bo'lib qolsam degan umidlarim bor inshaalloh. Allohdan umidimiz katta. Qaysidir bir dindoshimni qalbiga ozgina bo'lsa ham surur baxsh etib qo'ysak, shunga sababchi bo'lib qolsak, Alloh bizni ham gunohlarimizni kechirar deb Allohdan umidimiz katta. Va yana qolaversa, mana hozirgi kunda ishsizlik, Rossiyaga ketib, Rossiyada zada bo'layotgan, ishlari qovushmasdan har xil holatlarga tushib qolayotgan hamyurtlarimizni ko'rib, zora shu tomonlarda mana Allohning baytini atrofida ham ishlasa bo'larmikin deb shuni ham qidiruvini qilib ko'rdim. Ya'ni doim bir nima qidiraman, bir nima qilsa shu yerga kelib dindoshlarim
vatandoshlarimiz yaxshigina tirikchilik qilib ro'zg'orlarini eplab bu yerda ham bir yo'lini topib ketishar ekan. Chunki Pokiston, Bangladesh va boshqa mamlakatlardan kelib ishlayotgan, tirikchilik qilayotganlar ko'p. Shularning qatorida shu yer bir nima desa bo'ladi, xavfsiz hudud. Ham savob, ham ibodat, ham ish bilan mashg'ul bo'linadigan yer yuzidagi bir ulug' joylardan bittasi, eng ulug' joylardan bittasi mana shu haram hududi, Makka shahri, Madina shahri, ulug' shaharlardan shu yerda joylarni topib olishsa, biz ham xursand bo'lardik deb bozorlarni aylanamiz, taksichilar bilan suhbat qilamiz. Nima qilsa, qanday qilsa, qanaqa hujjatlar ketadi, shularni ham o'rganib yuramiz. Hop. Eng ajablanarlisi mana shu joylarni toza tutishga juda ham bir zo'r tizim yo'lga qo'yilgan. Biror joyda bir noxush hid ham sezmaysiz. Hop. Endi pastdan yuraylikmi, tepadan yuraylikmi degan savol bor. Pastdan yuraylikmi, tepadan yuraylikmi degan. Pastdan qulayroq, ha? Mana bu yerda ham har xil o'zlaridagi salfetka va chiqindilarni tashagani idishlarni qilib qo'yishibdi o'rtaga. Qarang. Juda bir qulaylik, zo'r ibodat qiluvchilarga. Faqat ayollarga, u tomon erkaklarga qilib. Hozir havo kechki salqin yaxshi, juda issiq emas. Maza qilib mana Ka'baga yuzlanib duo qilib o'tirishibdi dindoshlarimiz. Bu ham bir katta ibodat. Kimdir Qur'on o'qiyapti, kimdir tasbih o'qiyapti, kimdir salovat aytyapti, kimdir shirin suhbat qilib iymonlashib o'tiribdi. Bularning hammasi bir katta ne'mat. Albatta hammalarimiz duodamiz mana shu urush bo'layotgan notinch Falastin va boshqa musulmon davlatlardagi va dunyodagi urush bo'layotgan joylarga Allohdan ofiyat so'raymiz. Musulmonlarga madad bersin Alloh taolo. Mana shu urushni to'xtashini ham so'rab duo qilamiz. Sizlar ham duo qilib turinglar. Uyg'urdagi, Falastindagi, Myanmadagi va Hindistonning ba'zi joylaridagi musulmonlarga bo'layotgan zulmlarni Alloh taolo tezroq ko'tarsin. Shularni ham haqqiga duo qilamiz inshaalloh. Bemorlarimizni haqqiga duo qilamiz. Barcha bemorlarimizga Alloh komil shifo bersin. Mana Safo Marva bir qavat, ikki qavat, uch qavat dan iborat. Yana pastda ham bo'lish kerak. Mana pastda ham bor. Mana shu bu tomon Safo, bu tomon Marva tomon. Shu yerda 7 marta borib kelib say deyishadi. Yuguriladi deydi-ku, shunaqa say qilinadi. Xo'p, biz o'sha yerdan kirsak bo'larmikin ichkariga? Keling tashqarisidan ichkariga kiraylikmi yo tashqarisidan ko'rsatib ketaylik. Mana ular o'tgan yili kelganimizda hali bitmagandi. Tashqi fasadlari bitibdi. Kirish joylarini ham ko'paytirib chiroyli qilib qo'yishibdi. Qarang, hozirgi paytdagi ibodatdagi qulayliklar ilgari bo'lmagan. Toshliq joylar bo'lgan. Kimdir yalang'oyoq, kimdir boshqa, lekin konditsioner, ventilyator degan narsa bo'lmagan. Shunda ham
ibodatga kelishgan, ibodat qilishgan. Hozirgi kundagi sharoitlarni ko'rib, ko'p ibodat qilib olishdan boshqa narsa yo'q bu yerda, mashaqqat. Boshqa hech qanaqangi mashaqqat yo'q. Oyoqlarning tagi top-toza. Albatta Sobir aka, Hasan aka, hammalarimiz bir-birimiz haqimizga duodamiz. Nogironlar aravachasi bo'lsa, bu yerda lift bor. Liftdan mana nogironlar aravachasida borlar. O'sha Ka'ba atrofiga tepadan turib sa'y qilishga, boshqaga tavof qilishga bu yerdagi lift orqali chiqsa bo'ladi. Mana lift keldi. Bemalol chiqib ko'tarilishaveradi. Bu yerda mana ichkarida Safo Marva oralig'idagi sa'y ibodatini bajarayotgan, umra ibodatidagi sa'y ibodatini bajarayotgan dindoshlarimizni ko'rishingiz mumkin. Yigirmayu 13'te ekan Xuftonga azon chaqirilishiga yana yarim soatcha vaqt bor ekan. Ungacha biz yo'limizda davom etaveramiz. Mana Safo tepaligini oynalarning ichiga olib qo'yishgan. Mana shu Safo tepaligi bo'ladi. Hojar onamiz mana shu Safo tepaligi bilan Marva tepaligini orasida yugurib Allohdan suv so'rab, yordam so'raganlari. Uni oynalab qo'yishgan, chunki odamlar shu toshni ham maydalab olib ketib nimadir kutishadi. Shu toshdan ham bilimsizlik, ilmsizlik sabab shuning uchun oynavand bilan o'rab qo'yishgan. Safo tepaligini, toshlarini. Mana. Hop. Endi biz bunday o'tib olamiz bu yoqqa. Bular hozir kiradiganlar ekan. Ha? Ka'ba. Yuringlar ko'rsataman Ka'bani. Hop. O'g'lim qarab turib qolib qoldi. Mayli, Ka'bani atrofida topishib olasizlar. Biz ortimizdan hop. Mana hozir janoza olib kirib ketishyapti. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hop, bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta janoza kirib ketyapti. Bunga yo'l beramiz. Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Mana Xuftonga janoza. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Mana bular shu mayitning egalari. Alloh sabr bersin hammalariga. Mana janoza mayitni qayerdan olib kirilishini ham ko'rib oldinglar. Ka'bani oldiga, o'sha imomning oldiga olib kirishadi. Oxirgi manzilga kuzatiladigan joy. Mana shu yerdan. Mana shu yerda tushirib olib qolishar ekan. Ko'rdinglar? Umr shunaqa, qayerda bo'lsa ham Alloh taolo
ajalni kechiktirmaydi. O'lim kelgandan keyin taslim bo'lishga majburmiz. Hech qayerga qochib qutula olmaymiz. Alloh taolo xotimamizni go'zal qilsin hammalarimizni. Mana shu Ka'bani ikkinchi qavati. Odamlar ikkinchi qavatdan turib ham Ka'bani tavof qilishadi. Hop. Ka'ba bu yerdan ko'rinmaydi. G'affor aka inshaalloh barchalarimizni tanimaganlarimizni duolarimizda iymondosh, dindosh birodarlarimizni, ayollarni, bolalarni, qariyalarni barchalarini Alloh taolo xotimalarimizni hammamizni ham go'zal qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin deb duodamiz. Alloh taolo duolarimizni qabul qiladigan bandalardan qilsin. Sizlar ham bizlarni haqqimizga duo qilinglar. Biz ham musofirdamiz baribir. Inshaalloh duolarimizni Alloh taolo qabul qiladi. Alloh karami keng zot. Mana u odamlar kirib ketyapti-yu. Undan bundoq aylanib o'tib kirib ketaverasizlar o'shalar bilan. Mayli, ehtiyot bo'linglar. Erkalashaydi, namoz o'qilgan to'polmay qoldiydi. Mayli, ish qilib mehmonxonani bilasizlarmi? Ha, bo'pti, adashib qolmasdan ehtiyot bo'lib. Sizlar qayerda turibsiz mehmonxonada? Aziziya degan tomonda. Nima qilinglar sizlar? Shu adashmasdan, boshqa o'zinglarni urmasdan, iloj bo'lsa mana shu yerga kelib, bir o'tirsanglar ham erkaklar baribir izlab shu yerga keladi. Telefoninglar bormi? Uni telefoni bor, o'ziga sim kart olgan. Bizniki Wi-Fi qulayapti. Tochkangizni yoqib tura olasizmi? Ha, tochkani, tochkani yo'q. Sanakida. Baqa keltiringlar. Keling, men tochkani yoqib turaman. Topib olasizlar hozir. Hop. Hop, qani? Mana shumidi? Hozir. Kodi bormikin? Necha telefoninglar? Ha. Kodi mana 8 ta 1 ekan, paroli. Hozir yoqib qo'yaman tochkani. Hop. Mana 8 ta 1 bilan bog'lanasiz. Hozir chiqadi 23 ultramikin? Mana hozir. Kenchamaydan kirganmidi u dedi. Yo'q, emas. Nargindanmi? Emas. Aha, shunga ularning Kecha 8 ta 1. kelgan yerga qarab keldida ko'rinmay qoldi. Hop, hozir. To'ron. Akangga qil. Hop. Ulandimi? Ana endi qilib ayting. U nimada? Yo 3-tahoratxonani oldamiz deylar, men ko'rsatib qo'yaman. Mana 3-tahoratxona, mana. Mana shu 3-tahoratxona. Ha, 3 deb yozib qo'yilgan. O'sha yerga kelib turing. Qabla oldiman dedim-ki, Ka'bani oldi, o'sha boraveraylik sekin. Yo, Ka'bani oldi ham topa olmaysizlar-da, keyin qiynalib ketasizlar. Uzoq kirib ketsinlar. Uzoq olamiz, keyin qiynalib qolmasdan Oldilarman, men oldim. Oldilarmi? Ayting. Qaydasiz? Mana uni ko'rsating, 3-tahoratxonani oldini. Mana 3-tahoratxonani oldidami? soat tagida. Soat tagida. Mana shu yerda turib bizda kira olmayapmiz. Buyoqqa kirib olib keting bizni. Ha, namozdan keyin ko'rishinglar bo'lmasa, mana shu joyi. Avvalda mana ko'rib oling. 3-tahoratxona. Hozir namoz o'qiladi. 3-tahoratxona. Yurib to'g'raylik bo'lsam shu vaqtda. Bunday qilib ko'rsating mana. Mana bosing. Mana bunday bosing. Mana shu 3-tahorat katta qilib ko'rsating yozuvini. 3-tahoratxona. Nima deysiz? Adashib qolishgan ekan, yo'l ko'rsatib qo'ydik. Bu ham savobda baribir. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Gaplashib oldinglarmi? Ketaveraylikmi? Wi-Fi uziladi. Xo'p, mayli, Alloh ibodatinglarni qabul qilsin. Bo'ldi. Xo'p, ko'p adashganlar mana shu belgini topish osonda. Mana katta qilib yozib qo'ygan. Mana shuni oldida turilsa, inshaalloh yo'qolganlar bir-birini topib oladi. Adashib, u nari tomon ketib qolishadi, bu tomon ketib qolishadi, keyin qattiq adashib
qo'rquvga tushib yig'lab ham o'tirishadi. Eng zo'ri shu Ka'ba atrofida adashdingizmi? Mana shu joyga kelib turing. Mana shu joyga mana. Hech kim haydamaydi, boshqa qilmaydi. Juda charchasangiz, stol qani? Stol berib yubording. Juda charchasangiz, o'sha atrofdan yerga o'tirsangiz ham bo'ladi kutib. Yo stol bor, stollar bor, atrofida olib kelib o'tirsangiz bo'laveradi. Mana bu tomondan endi mana Ka'baga kirish yo'lagi. Qani bu yerda ehromsiz bu yerdan qo'ymasa kerak, vallohu alam. Ko'raylik, agar ehromsiz qo'ysa, ikkinchi qatoriga kirib bir Ka'bai muazzamani ham ko'rsatib qo'yamiz inshaalloh. Hop, hozir bilamiz. Hop, mana ehromsiz mumkin emas. Yuraylar. Hop, xuftonga ham 15 minut vaqt qoldi. Biz narigi tomondan kirib Ka'bani tepa qismidan kirib olamiz. Juda ham 3-tahoratxonaga mana ko'rinib turadi-yu, mabodo. Mana shu joyda tursanglar ham o'zi qidirgan odam topib oladi. Kelishib olinglar. Mana taksi belgisi turibdi. Va mana soatni kiraverish joyini tagi. Mana zonti bor. Mana shu zontini belgilab qo'yinglar. Baraka topkurlar. Mana shu zontini oldida bo'lamiz deb o'tirib bemalol ibodat ham qilish mumkin. Mana xuftonni kutib o'tirishibdi. Biz bo'lsa haramni ichiga kiramiz. Bu ham haramni ichi hisoblanadi. Kirasan? Haramga? Ha, keyin. Hop, endi 89-eshikdan haramga kirishga harakat qilamiz. 90-eshikdan ham kirsa bo'lar ekan, 89dan ham. Mana bu yerdan yo'laklarni ajratib qo'ygan. Mana bu yerda ayollar ibodat kutib o'tirishibdi. Ibodat vaqtini, ya'ni namozni. Endi qadamingiz sarguzasht deyish o'rniga madamingiz sarguzasht deb qo'yibsiz. Mayli, biz tushundik. Adhamjon aka. Hop. Mana bu yerdan ham qaygadir chiqadigan yo'lak bor. Ha, eskalator orqali haramga chiqib ketilar ekan. Qo'yarmikin bizni eskalator orqali? Kirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Kelinglar, eskalator orqali chiqib olamiz. Mana. Ya bismillah. Mana 89, 90-eshik ekan, vallohu alam. Eskalatorda chiqib ketamiz. Mana mana bu yerda yana ko'tarilamiz. Keyin bu Al-Haram masjidini Ka'baga yaqin xonalariga joylashamiz, xonaqalariga. Namozdagi hamma tomonni eskalatori faqat tushishga ishlaydi, chiqishga ishlaydi. Hop, kelinglar. Bu tomondan yana ham yuqorilamaymiz-da. Mana shu tomondan haram ishini ko'ramiz. Aysir opa, Alloh taolo yetkizsin
Mana birga sizlar virtual holatda men bilan birga haram hududini nima? Ha. Bor, o to'g'ri yursa bo'lishi kerak. Ka'baga yaqin joyga borsa bo'ladi bu yerdan. Hop, bu tomon ayollarniki. Ayollar joylashgan. Bu tomon erkaklar. Mana hamma. Hop. Keyin suv. Mana zamzam suvlari. Zamzam suvini iloji bo'lsa muzdak ichmani. Anaqangi iliq-miliq deb yozib qo'yilgan. Ilitilgan, ya'ni sovuq emas. Mana shunday ichasizlar. Alhamdulillah. Mana ular muzdak, mana ular juda tomoqqa yoqadigan. Alhamdulillah, mana stakan tashab qo'yamiz. Yana davom etib ketaveramiz. Hop. Kelinglar, yana nariroqqa yuraveramiz, ha? Zerikmadinglarmi? Azizlar. Bu haramni ichi mana. Hop. Ketdik. Yuraveramiz. Bu tomondan yuramiz, mayli. Bu tomondan ham yo'lak bor. Hop, yo'q, bu tomondan yurar ekanmiz, chunki Ka'ba bu tomonda. U to'g'riga o'tib Amin, duo qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana Qur'onlar, mushaflar bemalol kirib, katta, kichik har xil qilib qo'yilgan. Assalomu alaykum. Hop. Mana bu nimalarga zamzam suvlarga xizmat qiluvchilarning kiyimlari alohida, tozalovchilarning kiyimlari alohida. Mana hozir mana shu tomonga o'tishga agar muvaffaq bo'lsak, mana o'tkazmayapti. Ka'bani ko'rardik. Ko'ramiz. Nasib. Ichkari juda yoqimli, salqin. Bu yerda shayx dars o'tyaptilar. Mana. Dars o'tyaptilar shayx. Savol javoblar bo'lyapti shekilli, qo'llarida qog'ozlar. Ha, savol javob bo'lyapti. الذي يقتل نفسه يعني ينتحر. Mana bu yer endi Ka'baga yaqin joy. Mushukni zo'ridan holi yurishibdi-da. Hidi umuman ham g'ayri tabiiy. Hop. Kelinglar endi. Agar Alloh nasib qilsa, Ka'bani ham tepa qismidan ko'rishga muvaffaq bo'lamiz shekilli, vallohu a'lam. Mana. Mana Ka'bani tepa qismi. Endi hozir aylanib mana gumbazi yo'q joyi oldiga boramiz. Hop.
Yo'q, bundoq yuramiz shekilli. Bundoq yuramiz. Ka'bani mana gumbazlar to'sib qo'yapti-da. O, nari tomonda to'smaydigan tomoni bor ekan. Amin, amin. Alloh nasib qilsin hammalaringni mana jonli ravishda Ka'bani ko'rishlikka, ko'rsatishlikka harakat qilyapmiz. Mana bu tomonda ayollar namozni kutib o'tirishibdi, duo qilib. Oldi tomonda erkaklar hattoki otalarni xizmat qilib, bunaqangi aravalarda otalarini olib kelib xizmat qilayotganlar ham bor. Alloh rozi bo'lsin. Ayniqsa shu ota-onani keksayganda o'z holiga tashlab qo'ymasdan bunday xizmat qilishlik juda ham katta baxt, Allohning ne'mati. Boya bir birodarimiz bilan, akamiz bilan gaplashdim Namangandan. Otalari 90dan o'tib 95ga kirib vafot etdilar. Ancha yil bemor bo'lyaptilar. Qachon so'rasangiz, aka tuzomsiz qaydasiz desangiz, dadamlarning oldilariga kirib ketyapman. Dadamlarning oldilarida edim. Dadamlarning oldilaridan chiqyapman-da shunaqangi 3-4 ta aka-ukalar e'zozlab qarashdiki, aytaman, bu otani baxti va o'zlarining baxtlari birinchi o'rinda. Ota-onani shu yotib qolganda malollanmasdan qarab, pokiza holatda biz bir-ikki marta shu oldilariga ziyoratga kirganimizda otaxonni uyda birorta bir noxush hid sezmaysiz. Yotgan kasalda bilasiz, har xil holatda bo'ladi, lekin juda ham pokiza saqlagan o'g'illarga, kelinlarga Alloh taoloning rahmati bo'lsin, Alloh taoloning mukofotlari bo'lsin deb duo qilib chiqib ketganmizda. Chunki ota-onani duosini olishlik mana shunaqangi bemorligida. Xo'p, hozir Ka'bani mana yana ham aniqroq mana Ka'ba. Bu yerda ham yana ham ertalab kelib faqatgina tahoratlarni yangilab ovqatlanib chiqib yana mana shu yerda o'tiradigan, ibodat qilib Ka'baga qarab ibodat qiladigan juda ko'p otaxonlarni, yigitlarni ko'ramiz, ayollarni ko'ramiz. Havas qilamiz shularning toqatiga, shularning ixlosiga, Robbisiga bo'lgan muhabbatiga, Robbisiga bo'lgan umidiga, Robbisidan bo'lgan Alloh taolo barchamizni shunaqangi muhabbatli qilsin deb Allohdan duo qilib so'raymiz. Xo'p. Yuraveramiz. Faqatgina qachonki bizga Ka'ba aniq-tiniq ko'rinadigan bo'lguncha deymiz-ku. Mana bu yerdan yana ham aniqroq ko'rinar ekan. Xo'p. Chunki ana gumbazlar bu yo'q bo'ldi. Ko'zdan yo'qoldi. Mana mana shu Ka'bani eshigi turgan joy bizni O'zbekiston mana shu tomonga, mana shu eshik tomonga qarab turgan deyshadi. Xo'p, mana. Xo'p, yana ham aniqroq qilib ko'rinarmikin? Hozir ana Nabijon aka, va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta duoda eslaymiz. Xo'p. Endi biz kecha nima qildik? Umra qilganda aniqroq qilib ko'rsatsak bo'ladi, lekin ibodat paytida telefonlarimizni o'chirib qo'ydik. Xayolimizni olmasin deb. Albatta Ka'bani atrofida ham hamma dindoshlarimizni haqqilariga ham duo qildik. Alloh duolarimizni qabul qilgan bo'lsin. Xo'p. Mana
Endi xullas kalom mana shu Ka'bani oldidamiz. Alloh taolo islom dinimizni quvvatini bersin. Mana shu zulmda, urush holatda zulmlanayotgan barcha musulmonlarga najot bersin. Falastin ahliga ham Alloh taolo ofiyat bersin, najot bersin, zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Kelganimizdan beri shu duolarda bardavom bo'lishligini Alloh nasib qilsin va duolarimiz qabul bo'lib, tez kunlarda barcha musulmonlarga ofiyat bo'lishligini, tinchlik bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Mana shu yo'lda xizmat qilayotgan, mana shunchalik ibodatlarga sharoitda xizmat qilayotgan, tozalikka qarayotgan barcha mo'min birodarlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin, ajrlarini bersin. Sharoitlar juda ham yaxshi, juda ham bir tartibli. Ilgari biz hayolimizga keltirmagandik shunday arzonga, ba'zida tekinga, ba'zida arzimagan pulga bo'lsa ham uchish tugul, qimmatroqqa bo'lsa ham xohlaganimizda shu Makkaga kelishlikni hayol qilmagandik. Azon tovushini eshitamiz, keyin tugatamiz. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قدم يا حجي صلي مع الناس. حجي عدل السجاده حقتك يا حجي. حجي عدل السجاده. عدل قدم السجاده. هذا خط السجاده. Saflan tekislayapti. Allohning riba hadi hikoyat. Haram xodimi saflan tekislanishini odamlarga ko'rsatyapti. Tartiblab
baraka topsin. Isomiddin aka, odamlar ozroq, chunki umra viza, turist vizalar nihoyasiga yetdi hisob. Hajdan keyin inshaalloh odam ko'payadi. Haj payti odam ko'p bo'ladi. Mayli azizlar, duolarda eslab turinglar meni ham. Alloh taolo barchamiz duolarimizni qabul qilsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.